Assalomu alaykum. Qadrli katta has kuzatuvchilari. Biz Jizzax Zominga yetib keldik o'zimiz. Bu katta yo'lda 70% gaz, 30% ko'mir deb obzorni qo'yganmiz. Hop, shunda bizda katta yo'lda muammo ichida teshik bor deb chaqirishgan. Garantiya bo'yicha biroz gapik bo'ldi, gap yo'qdi. Andijondan Zominga keldik. Sizlarga endi obunachilarga dardimiz aytmasa kimga aytamiz? Xo'p akalar, ko'rinadimi ichkari? Katta yo'lda yoqqa mana tellab yotibdi. Eshiklarni ochib yubordim, mana qurishni boshladi. Gazni o'chirdik hozir. Mana ko'rinib ham turibdi. Tellash bo'lgan katta yo'lda. Katta yo'l tellagan, vahima qilib o'tishga bordi. Bizni chaqirdi, mana bugun o'zimiz yetib kelganmiz. Hozir ko'rdik. Qanaqa katta yo'lda teshik yo'q, pastlar qurib yotibdi. Hop, endi tushunmovchilik bo'ldi, lekin mana Xudo xolasa davzga javob berib, garantiya bo'yicha yetib kelganmiz biz. Ish ko'p bo'lishiga qaramay hozir Zomindamiz mana. Endi bitta katta yo'l ulanishiga e'tibor berasizlar. Abratga shunday ulanyapti, padachini u tepadan olib qo'yapti. Akalar, bu xato. Bir-biriga zigzag qilib ulash kerak. Padachi bu boshidan ulash kerak, abratga bu yerdan ulangandan. Chunki abratga suv sistemida suv keladi, padachi u yerda masha atrofi suv aylanib chiqib ketaveradi, bu yoqqa qolib ketadi. Asosiy alanga bu yoqda uradi, issiqlikni mashadan beradi asosiydi. Hozir gaz pastroq olgan, qishkini qo'shmagan gaz yoqishyapti. Mana motorlarga urganda qaynataveradi вообще. Katta yo'l qaynaydi, taqiraydi. Xo'p, muammo bo'ladi. Endi hozir suvlar to'kilyapti. O'zimiz iloji boricha endi buni bartaraf qilib beramiz. Akalarimiz endi bo'lishmasin. O'zlariga o'techka yo'q, teshik yo'q. Shu katta yo'l yoqqanda deyapti, suv oqib qo'yadi, boshqa pat yo'q dedi. Yoqqanda bu yoqdan yoqyapti, mana garelkani tiqib. Bu yoqdan tiqishmayapti. Qanday tushuntirsiz? Bu yoqdan gaz yonyapti, bu yoqda tellash bo'lyapti. Bu yoqqa issiqlik kam o'tgani hisobidan tellash bo'lib, pastlariga oqib o'tyapti suv. Shuni o'tishga bor deb bizga murojaat qilishgan. Biz vahima qilib yetib kelsak, yo'q, mana hozircha tinchliklar, bemalol katta yo'l o'ylanmay zakaz qilib olasizlar. Gapimizga javob qilib, garantiyalar bo'yicha ish ko'rib beramiz. Bu endi mayli, biz o'zimiz bartaraf qilamiz, lekin atableniya qiladigan ustalarni aybida endi aytishmagan, ogohlantirishmagan. Akalar, sistema qildirmoqchi bo'lganlar, qildirganlar bo'lsa e'tibor beringlar. Xo'p, padachichi bo'lsa o'rtadan olganda ham mayli edi. Burchakdan olib qo'ygan. Mana abratga bu burchakdan ulangan, bu yoqdan chiqib ketyapti. O'zi bu jinni odamga ham ayon narsasiz. Kiradi, bu yoqdan chiqib ketaveradi. Katta yo'l bu yog'i asosiy alanga uradigan yer, bu qaynab beraveradi. Pastlikka o'rnatishibdi, ularni qo'ygan. Hozir endi mana buni ko'proq samoxodga ishlatish, 80% samoxodga qilingan mana. Motorni qo'shmaydi, katta turbada samoxod aylanadi. Motor bilan ishlataman desa, makranni bekitadi. Shuni bekitadi. Bo'ldi, bu yog'idan o'zi через nasos aylanadi. Agar buni bekitmasdan ochib qo'yadigan bo'lsa, motor suvni masharda o'zida aylantirib beraveradi. Bu yoqqa ta'siri bo'lmaydi. Hozirlaydigan yeridan gerlikka tiqilgan hozir. Eshik katta yo'limiz bilan obzori bor. Kirib olsanglar ko'rishinglar mumkin kanalda. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Bizga ko'pchilik murojaat qilyapti, Telegramdan yozyapti, telefonlar bo'lyapti. Imkon qadar javob beryapmiz. Javob bera olmayotgan bo'lsa, uzr so'raymiz, ish ko'payib ketgan akalar. Xo'p, hozircha shu endi bir ichkari sistemani bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p akalar, syomkani qilib tugatdik. To'g'risi necha bo'lib ketgan hisob-kitob qolib ketibdi, uni oraga tiqvaramiz endi. Akalar, 17 sotik turbalari, katta yo'llari xizmati hamma yo'q bilan 98.800 ming so'm pul ketdi. Hisob-kitobni ekranga qo'yib qo'yaman, ko'rib olishinglar mumkin. 1300 metr 57 turba. Yana 100 metr 100 lik padachiga. Hop, abratga 114 litr va katta yo'l xizmati hammasini ro'yxatini qo'yib qo'yganman. Ko'rib olishinglar mumkin. 17 sotik
Bitta buni 3 qatordan qilsa bo'laveradi. Endi bular kattaroq qilsa kerak ekan, shuning uchun. Keyin materiallar ham 2 lik qalin materiallarda hisobi chiqdi. Shunga qarab, u yoq bo'lishi mumkin, hisoblarda olasizlar. Hop, ataplarni ko'rsatishni davom etamiz unda. Hop, mana ichki holatda sistemasi bir qator tanishtirib o'tamiz. 114 litr obratga tortilgan. Mana bu yerda katta kirib ketayotgan yer. Bu 100 litr va padachiga chiqib 65 ga 25 ekan. 65 metrga boryapti, 2 oy yoniga tarqayapti sistema. Har birida 4 qatordan qaytib kelyapti. Sistemani biz qilmaganmiz akalar. Xo'p, buni boshqa ustagalar qilgan. Biz katta yo'lni berdik prosta. Garantiya bo'yicha kelganmiz, syomkasini qilib qo'yapmiz. Endi men o'zi katta yo'lni sistema qilib yurgan odammiz. Endi birovda aybini topish emas, birovda ishini yomonlash emas, prosta o'zimning fikrim. Mana birinchi qator ularni pastga bo'lib keldi. Kim qildirmoqchi bo'lsa, sistema qildirmoqchi bo'lgan odam ko'rayotgan bo'lsa, akalar iloji bo'lsa bunaqa qildirmanglar. Sabab tepadagi tushib, bunga to'g'riguncha kichrayib ketadi. Bilinib turibdi, tepalagicha tiqilib qoladi ishlashda. Shuni masalan mana bu 57 turba bo'lsa, 76 turbadan yarim metr svetofor qilib turib, to'roni 76 lik bitta uriladi. Pastdan bitta 76 bilan 110 turba ulab qo'yilsa, sud bir xilda tortib beradi. Svetofor qilib urinadigan bo'lsa, hozir ishlayveradi, bu ham ishlamaydi emas endi. Tepadagilar ba'zan qisilish bo'ladi. Tepadagilar chunki pastga tushib, bunga tushguncha mana ular suvlar buladidan ham olish kerak. Past vozillab ketish kerak. Ichida tiqilish bo'ladi mana yerda. Ustagalar ishimizga javob deb qilishgan. Endi qishda ko'rinadi endi. Shuning uchun imkon qadar sistemani ham katta yo'lni ham biladigan odamga berish kerak. Hozir mana shu holatiga isimaydigan bo'lsa, muammo bo'lsa, katta yo'lga to'nganiladi mana. Hop, katta yo'l ishlamasa o'zi bilintiradi. Grafika chiqadi katta yo'l. Miyalar, avtomatikalar o'chib qolaveradi, ichkari ishlamaydi. Ash holatida sistemada ayb bo'ladi akalar. Xo'p, sistema ichkari katta yo'l tinmay ulutkalari o'chmasdan tinmay ishlayapti, ichkari isimayapti. Ash holatda katta yo'lda ayb bo'ladi, kuchi yetmayotgan bilan. Shuni farqini bilib olish kerak akalar. Sistema ichkari ishlamayapti, ichkari misol 6-7 gradus, lekin katta yo'l 80-90 gradusga qo'yilgan, katta yo'l 90 gradusga chiqib o'chib olyapti. Lekin ichkari issiq emas, turbalarda qandaydir sovuqlik bor. Bunda to'shni sistemada sirkulyatsiyasida muammo bo'ladi. Shuning uchun ichkariga yetmayotgan bo'ladi. Shuni farqini bilib olish kerak. Bu endi ko'proq maslahat videosi bo'lib qoldi. Rozi bo'lasizlar akalar, biz ham imkon qadar Alloh qodir qilgancha bilganlarimizni bir qator aytib o'tyapmiz. Mana narigi boshini ham ko'rsatamiz. Mana falgada o'ralgan 100 talik turba ketyapti. Borib 2 oy yoniga tarqayapti. Padachi har biriga quyilyapti. Borib shu quyilib 1 2 3 4 5 ta qatoriga bittadan bo'yin quyilib kelyapti. Yana bitta narsa o'zim uchun qiziq, uni ko'rib turibsizlar. Badran ekilar ekan, yerdan 70 cm balandda. Turpaqqa somon aralashtirib tashab chiqib, mana tepasiga uy qilib qo'ygan, mana shu yerga badran ekiladi. Qandaydir dehqon akamiz shunaqa qilyapti. Biz uchun endi men oldin ko'rmaganman, yangilik. Hop, hozircha shu akalar, endi bu yoqda ulab beramiz. Agar esimizdan chiqmasa, ulanganini qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa, ketkizgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Shunaqa qimmatli, maslahatli videolarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar akalar. O'zi joyda 600 obunachi qilib biz YouTube kanalimizga, bu o'ylayman zo'r natija. Xudo xolasa poddesh qilib tursanglar, bundan ham foydali, bundan ham yaxshi videolarni chiqarishda davom etamiz. Albatta obunachilarga katta skidkalar qilib beryapmiz, olganlar bilyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni olib boryapmiz. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta kimda qanaqa savol bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Именно shu ataplarni, shu
katta yo'llarda ulanishi bo'yicha usta akalarimiz bo'lsa, bir ikkita usta akalar yozyapti, sistema xato. Qayerda xatoligini gapirib, aytib, yozib gapirsanglar, yozsanglar yaxshi bo'lardi. Bilib bilmasdan sistema xato deb qo'yib ko'pchilik kommentariyaga yozishyapti. Akkauntga kirib qarasanglar, ustalar, biror katta yo'llarni qo'yib yuradigan odamlar. Alloh qodir qilgancha qilyapmiz akalar. E'tibor uchun rahmat. Katta yo'l havas kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.